Chao do'stlar. Dunyoda faqat gilamlarga bag'ishlangan muzey borligini bilarmidingiz? 1967-yilda dastlab eski masjidda joylashgan bu muzey 2014-yilda Bakuda, dengiz bo'yidagi xiyobonda gilam shaklida qurilgan zamonaviy binoga ko'chirildi. Uning loyihasi nafaqat noyob, balki gilamlarning Ozarbayjon hayotidagi muhim o'rniga hurmat ramzidir. Ushbu muzey ichida 10 mingdan ortiq eksponat, gilamlar, shuningdek sopol buyumlar, zargarlik buyumlari, kashtalar va an'anaviy liboslar saqlanadi. Ba'zi gilamlar 17-asrga mansubdir. Ularning aksariyati avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadimiy mahalliy usullar bilan qo'lda to'qilgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, Ozarbayjon gilamlari shunchaki bezak emas, balki UNESCOning madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Mamlakatning har bir mintaqasi o'ziga xos uslubi, naqshlariga ega gilamlarni to'qishadi. Muzeyda faqat tomosha qilibgina qolmaysiz. U yerda ustaxonalar, to'qish namoyishlari o'tkaziladi va ushbu san'atni saqlab qolish uchun hunarmandlarning yangi avlodini tarbiyalashga hissa qo'shiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, jumladan sun'iy intellekt orqali gilamlar to'qish, uning tarixi va boshqa qiziqarli hikoyalarni vizual ko'rinishda chiroyli taqdim etish ham yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, Ozarbayjonga, Bakuga borganingizda albatta gilam muzeyiga kirib o'tishni unutmang.